Skechers o'rtoqlar, bu safar sizlar bilan Skechers haqida gaplashamiz va originalni skidkaga tushirib bermoqchiman. Aynan sizlar uchun. O'shaning uchun qaranglar. Men bu yerda ikki xilini qo'yib qo'yganman, lekin bundoq ko'rishdi. Bir xil narsa yo'q, qanaqa qilib ikki xil deyishinglar mumkin. 130 ming so'm, 250 ming so'm. Qaysi birini olasizlar? Albatta ko'pincha 130 mingligini olasizlar, to'g'rimi? Kelinglar sizlarga endi shuni tushuntirib beraman. Nimaga 250 ming, nimaga 130 ming. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana shu 250 ming sotayotganimizni ham даже narxini tushirib bermoqchiman. Qaranglar, orqasiga birinchi e'tibor beramiz. Qattiq va yumshoq. Xitoydan zakaz urganda atayin originalini ham urdimda. Men bu arzonchimizdan ham bitta partiya urib qo'ydim, ya'ni 20 ta seriya urib qo'yganman. Bundan ichlarini ham ko'rib olamiz. Komfortni zonasini mana. Ichlari ham, buni ichlarini ko'ramiz. Ko'rasizlar? Men hozir oyog'imda bittasini kiyib olganman. Eng komfortlisini kiyib olganman. Mazza qilib kiyasizlar. Mana hech narsa qilmaydi. Yumshoqqina, bosilishi ham, yurish ham hududli. O'zi Skechers olganda eng komfortlisini olish kerak, o'ziga qulayligini olish kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun sizlarga mana o'zimiz 250 ming sotib turgan original Skecherslarimizni skidka qilib bermoqchiman. 199 ming so'm. Ko'p gapirib o'tirmasdan, har xil ranglardan olib kirib qo'yganman. Aynan ko'rsanglar bo'ladi, shu originalidan olib kirib qo'yib skidka qilib yuborganman. Qizlar joylar, e'tibor berasizlar. Shu joylarida ham orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Buni sizlar ko'chada necha pul ko'rgansizlar? Aynan shu originalni. Men sizlarga 130 mingligini aytmayapman. 130 mingligidan ham olib kirdim. Xohlasangiz bundan ham olishingiz mumkin, lekin buni bitta rasvetkasini olib kirdim. Sizlarga men 250 ming sotib turganimizni 199 mingga skidka qilib beryapman-da. Olib ketsanglar bo'ladi. Mana har xilidan. Men buni qaranglar, komfortliligini qaranglar, teglari ham yumshoqqina. Mazza qilib kiyaverasizlar. Xohlasanglar mana bu ham shu turadi, kelib solishtirib kiyib olsanglar ham bo'ladi oyog'ingizga. Mana buni ranglarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qizlar 199 mingga stoyitdi bu narsalarimiz. Buning uchun chunki ko'chadan kamida 350, 300 ga topishinglar mumkin. Asliga 199 haqiqiy skidkani ko'rsatib beryapman. Originalni ham olib kirib, kim shunaqa qiladi o'zini tovarini o'rtoqlar. Конечно, sizlarga yaxshi bo'lsin, komfortli bo'lsin deb olib kirib qo'yapman. Hammasida 36 dan 40 gacha razmerlarimiz bo'ladi. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi va o'zinglarni komfortli his qilishingiz uchun aynan shu Skecherslarimizdan olib kirib qo'ying. Ha, aytgancha bu skidkamiz mana ranglarini ham, modellarini ham juda ham ko'pini olib kirdim va juda ham ko'p gapirib yordim menimcha. Xullas mana men modelni ham bitta ko'rsam, shuni ko'rsatmadim. Udobniligini qaranglar. Xullas oyog'imda ham kiyib olib atayin yurib ko'rsatib beryapman. Bu komfortliligini sizlar his qilishingiz uchun 199 mingga mana shu skidkamizdan foydalanib tez olib ketsanglar bo'ladi. Bu skidkamiz Andijon filialimizga ham amal qiladi o'rtoqlar. Xullas 12 viloyatga dastlabki xizmatimiz ham ishlaydi. Shoshilinglar.